Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 3,5 soat ichida 13 ta yaroqsiz tishni olib, 15 ta implant qo'yib bergan bemorimizni keyslarini to'liq ko'rib chiqamiz. Bemorimiz Toshkent shahrida Abror Xo'jaka. Abror Xo'jakamda demak 3D rentgen qilgan vaqtimizda barcha tishlari yaroqsiz ekanligini aniqladik hamda ularga davolash rejasini tuzib berdik. Davolash rejamiz quyidagicha edi. Demak, yuqori jag'da 4 ta yaroqsiz tishni olib, o'rniga demak 13-chi 14-chi hamda 17-chi tishlar sohasiga 21-chi, 23-chi, 24-chi hamda 27-chi tishlar sohasiga Megagen kompaniyasini Enrich implantlarni qo'yishni reja qildik. Pastki jag'larida bo'ladigan bo'lsa, pastki jag'da demak 31-chi hamda 41-chi tishlar sohasiga biz Megagen kompaniyasini maxsus ARI implantini foydalanishni tavsiya qildik. Bundan tashqari demak 33-chi, 34-chi hamda 37-chi tishlar sohasiga hamda 43-chi, 44-chi hamda 47-chi tishlar sohasiga Megagen kompaniyasini Enrich implantlarini qo'yib berishni reja qildik. Demak, bu amaliyotimiz 3,5 soatni o'z ichiga oldi. Demak, 3,5 soat ichida biz ularga 13 ta yaroqsiz tishlarni olib, bir vaqtning o'zida 15 ta implant qo'yib berishga erishdik. Bemorimizni bugungi kundagi holatlari yaxshi, o'zlarini yaxshi his qilayotganlarini bugun bizga bildirib o'tdilar hamda natijani hozir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Bu amaliyotimizni 24-may kuni amalga oshirgan edik. Bugun esa 26-may, ya'ni takroriy 3D rentgen tahlillarini ko'rib chiqmoqdamiz. O'zingizlar ham ko'rib, baho berishinglar hamda izohlarda o'z fikringizni qoldirishinglar mumkin.